Akalar, mana Turkiyaxonimizga yangi velosipedimiz tayyor bo'lib yetib chiqdi. Bunaqasi yo'q, bunaqasi yo'q. Tavsiya qilyapmiz akalar, bir tanishib ko'ringlar. Qorabayir deb ot qo'yib qo'ydik bunga. Skuterdan ham zo'r yuradi. Yurishi qalay yurishi? Buni skuterdan zo'r adrenalin beradi. Hop, buni qisqacha tanishtirib o'taylik bo'lmasa. Qosqon Nirjabeka mana. Spesasi ham Nirjabeka. Oldi generator. Mana pakrushka holatlari yangi. Oldi generator mana katta faradan LED faradan yonadi. Kislionli. Hop, Lexus apparat mana. Buni menga olib umuman skuterga qarab o'tirdim. Skuterlar ayni paytda davlatimiz tarafidan qonunlar chiqqanidan keyin mana biz ishimizga yana ham qattiqroq kirishdik. Shu xalqqa odamlarga yaxshi zo'r narsalarni ilinyapmiz. Kelinglar, ko'ringlar, xudo xolasa yaxshi narxlarda qilib beramiz. Nima endi bu yerga aylanib kelib ko'rib ketish. Kelasiz, minib ko'rib, bir aylanib uzoq minib ko'rib, bitta xulosa qilib savdolashib beramiz. Ana o'zim ham mana minib ko'rdilar. Yurishtirishlari zo'r. O'zim yuboraman. Sotmaya? Sotdim. Sotamiz, beramiz akalarga. Yaxshisini minamiz deganlarga beramiz. Doim xizmatdamiz. Kimga qanaqa shunaqalari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.